Oy, aka. Siz u yoqdan men bu yoqdan chiqib qoldik-ku. Shuni demamsiz. Biror numar e'lon qiladi atamsiz. Yo'q-ey. Biz ikkalamiz mana shu bir numar o'rinlaymikin deb. Bu bilan gapkan, lekin ko'pchilik nima deydi ekan? Rahmat. Aka, ko'pchilik qizni qarshi oldi ekan. Qani anda bo'lsa boshlaylik. Bo'ladi. Anda bo'lsa biz oldi bilan aziz mehmonlarga kuldirga artistlar to'g'riliq so'z gapiraylik. Shunday qilaylik. Kuldirga artistlari asosan tilga boy. Hammani doğruyalaydı. Köpni bilidi. Albatta. Kuldirgi san'ati til san'atida. Andaqda siz ko'p narsadan bilitgansizda. Bilaman. Masalan, ayol, igiz bakar, o'roqsimiz, o'g'il, qiz, qari yosh, talangilgaz, uyg'urcha, hamsocha, qozoqcha, qirg'izcha, tojikcha, o'zbekcha, chatqalcha, mo'g'ulcha, to'xta. Siz nimandaq dombuchog'inda qaynaversa? Yil baka baq qaynagan cho'g'in o'zing bo'yga tashammikin? Qana deysiz? Siz hammani doğruyalayman, til shivasini bilman dedim. Ha shunda, agar men siz bilmaydigan tilda gap qilgan narsansam, siz cho'qim doğruyamaysiz. Ham tilni o'qimaysiz. Va ukam, men bilmaydigan til yo'qdi asosan. Biroq u odam tili emas-da. Odam tili emas? Ha. Andaqda hayvanlar tilganda. Shunda. Hayvanlar bizning turmushimizni biladi. Biz ancha-munchaning turmushini bilishimiz kerak. Bilishimiz kerak. Jumladan buni men hayvonlarni doğruyalayman. Taqat tilni o'qiman. Ha, qanamisi anglaylar? Masalan, attuga, kekbuğa, ishtoha, shiryolvos, o'rdak bilan g'az, maymun, eshak, echki, mushuk, qushqoch, kaptar, qog'odamdar, qo'yqala, doğralasak bunodimi to'la. Voy, bola. Bola, aka, bola. Hammani doğruyalayotganingizga ishondim. Lekin qimmatli mehmonning vaqtini olib qo'ymiz. Mushu deganlaringizning tipik misol qilib bir qanchani doğrab bersangiz. Bo'ladi. Andaq bo'lsa biz izni mehmonlarga oldi bilan uchar qushlarni misol qilib, oq qushqachning sayrig'ini doğrab beraylik. Ha, anglab baqaling. Oq qushqach bunda sarayda. Mana bu anı qushqach, baliq qushqachni qayt. Voy, o'zi qayt desa balasi yaq degan ukam. Mandaqdanga. Andaqda helaqa qog'i nima deydi? Qog'i? Ha, bu qog'i bo'lsa toza shu bir to'ng'oqqa chungushi qo'yib, to'ng'op, to'ng'op. Mana bu shunday to'ng degan bir uch ketadi ukam bu. Andaq helaqa oxirida vop degan nima degan ekan? Kim kelib yeysi bo'laver degan u. Bu konusu gapganda bu. Shunda. Amisi öpep nima deydi? Öpep? Bu öpep bo'lsa, ashta ajdatimizning uzundan beri saqlanib kelayotgan atiborliq baqsam to'nni kiyib olib, podshohning toji taqsimay beshig'i taqolib bunda saraydi ukam. deb sarayda. Aka? Ha? Bu öpepning öpep degani uning chiroyli ovozi. Belə kush degan nim degan ekan. Voy, ashu ziyonliq asharatga doğru chashqidan ukam muajjab. Astagfirullah. Rahmat. Hey aka. Bu qandig'izga doğru chashqanlik bo'ladi. Qandig'izga doğru chashqan bo'ladi ukam. Bu öpep bo'lsa eski kitobning indiki o'rmon o'simliklarining tuvidagi ziyonliq hasharatini shu tavakkul g'o'sh deb bilan tumshquli mosudi sanjib yeb turibdi. Yapılanmag'ini bo'lsa mana shunday kush qilib tindik siskarni chiqarib, ularga darchichib zaharlab qurtutdi. Shuni o'rmon o'simliklar ravon o'sidi. Ikkinchidan bu janna havoni naytibak saqlashtirdi. Shuni bu qo'ldildigan qushlar qatorida qo'ldildi ukam. Mandading Andaqda öy quşlardan birini misal qilib so'zlab baqaylik. Ha, bo'ladi. Helaqa qizil tojliq nima deydi? Qizil tojliq. Ha? Nima qizil tojliq degan? Voy, helaqa chujining onasining erichoq. Voy, xo'rozi demsiz ukam? Ha, bundan. Ha, bu xo'roz bo'lsa toza shu qanotini tasdiq qilib mana mushundaq menda qoq bo'lmasa tashlab yeysan dedi deb. Xo'rozning atrofiga birdamda 10-13 kun muhabbatlar sabras bo'ladi-da. Buni ko'rgan xo'roz belle deb darhol makiyanga yiqilishdi. Shuni bilib makiyallar bir tumni tugib qo'yishi vajan qishirishni boshlaydi. Tas qoldim birini tug'anmay o'lab qoldim muhabbat. Tas qoldim birini tug'anmay o'lab qoldim muhabbat. Mana buni ko'rgan boshqa makiyallar degan turibdi.
bu emdi nima degan edi? Nima degan ular tevkam? Bilak makinalama bir şey ağrıp ketib, kap kapıldamasak mı buludu? Meni vataqlab to'qishing ilgariken bir tuxum degan uka. Rahmat. Mandaqdanga qilgan ishiga minnat qilgandan hamma narsa biza olib kenda. Shunda. Biroq aka, bu to'xumni biz insonlarning turmushida kam bo'lmaydigan o'qishlarning birisi. Uning bizga hech qanday ziyonli tarafi yo'q. To'g'ri aytdingiz. Uning ustiga semizlik kasali giribtor bo'lgan odamlar mushu to'xu go'shtini kuniga ozdir ko'pdir iste'mol qilib tursa, tez vaqt o'rinlaydiganligi aniq isbotlangan gap. To'g'ri aytdingiz ukam. Uning ustiga to'xu go'shtida oqsil moddasi ko'p, odamni oshqozoni obdan ko'tardi ama yeyishlik xudojon. Uning tuxumlarining bilanligidan oxidi. Buni demasakmi tomoshabinlar obdan biladi. Andaqda hayvonlarning qo'y nima deydi? Qo'y? Bu qo'y deganning bu semizi bo'ladi, o'rig'i bo'ladi. Cho'ngi bo'ladi, kichigi bo'ladi. Kichik qo'zlari bo'lsa, amgiskab ketib. Mana. Bo'ldimi? Endi qo'yning o'rig'i bo'lsa, Ülmen desa, simiz qo'y, ula. Mana shunda deyishim ukam. Aka, bu qo'yni och qo'ymay to'q baqsaq, mandaq jinning berchi vaqirma. Shunda. Endi o'g'loq nima deydi ekan? O'g'loq? Iliqa ashkuning balasi o'g'loq. Ashkuning balasi. Voy ukam, bu o'g'loq davomli asho. Ona! deb anası tabanmay o'tib ketdi ukam. Anası alvas o'xshaydi, ko'z ko'rinmaydi. Balkim. Amisi kala nima deydi ekan? Kala? Bu kala bo'lsa toza shu bir top eshakning bir yerga mang'ani ko'rib. Vucu! Namı barayım. Dese, işe kapat. İç bak. Neydi o? Estağfurullah. Aka, bu emdi işekten kalınım degeniydi. Ne degen ulan Atıfkam? Bu işekten ma tilekem tük hayvan boğaçka. Kalığı ipini oturup olanmayı. Basang ba, iskısı yok degen Atıfkam. Manda dana, bu hayvanlarımı özüra birisinin tilini düşünüşün iken de. Şurada Atıfkam. Aka? Emisilik işti mi deydik ha? İşe? Onu bir demem Atıfkam. Bu iştigenliğin cihanda kan töp etmeydiğin hayvan. Devamlı aşağı. Be deydi. Eğer bir tane sonra da tabılıp 2 tane işte bir yekel kap kalkan olsa Allah keramet. Ayda g'ingishni o'tib ukamaydi. Aka, bu qig'ini qanday qig'ini? Qanday qig'ini o'ladi ukam? Bu ishtiganning ma yuzi tukva ham go'shqamroq hayvon bo'g'achqa, ish turib ishning go'shini yeyman degan ukam bu. Aka, bu bek vahshiylikka. Hozir g'aljir kasalligini tarqitishda ishit, mushuk qatorli hayvonlar asosiy o'rin turadi ekan. Odamdan tishli o'lish, yemekdan purab qo'sh orqali g'aljir virus keltirib chiqaradi ekan. Shunda bu kasalning tarqalishi tez o'g'achqa vaqtida davolansa kishilar hayotidan ayrilib qoldi ekan. Şunu biz insanlara faydalı olan uçarquş hayvanlarını heliqindeki yelmiltiqni esilip kögelerde etip şümey mana muşdaq insanlara ziyanlı olan g'aljir, lalmishit müşklarni vaqtida ujuqtirish kerak. To'g'ri aytdingiz ukam. Biz umuman qilib aytganda öy qushları, öy hayvanlarini asrashdan sirt uçarquş yavoyi hayvanlarni asrashimiz kerak. Shundaq. Mana shunday qilmaganda havoni saqlash turishga va ekologilik muhitni asrashga ig'ir ta'sir etadi. Shundaq. Me'morlarga rahmat.